Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana Ziko. Bu safar Riko anaqa bo'lib qoldi. Endi o'zim chiqaryapman. Mana Riko kelgan. Proshon telefon buzilib qoldi. Gapiravering Riko. Bo'ldi gap endi. Davay. Ketdi. Qani birinchi ishimiz daraxt chopish. Narsalar yasab olish kerak. Bitta kirka yasasam tamom. Davay endi galam bo'lganda gul berardi. Mayli qishloqqa berib qo'yamiz. Salom qishloqqa. Mana bu senga. Menga kayf qil. Yana o'pman. Mayli buni yo'qqa qo'yib turib, ko'lga tushamiz. Bittada temir topsam ajalmas do'stlar. Avval toshga o'ylaymiz. Yo'q, bu joylar toshga to'la ekan. Qo'chonib. Men ukam bor. Shu ukam men bilan o'ynayapmiz. Hozir bolalar, sizlarga bitta maslahat. Hech qachon o'zingizlar konda sayr qilmanglar. Sizlarga maslahatim. Yo'q, temir topdik. Bu temirni eritish uchun esa ko'mir kerak. Ko'mirni ham bu yoqdan topib olishimiz mumkin. Mana bitta toshga olib olaylik. Ha. Davay. Biz bilan. Mana biz deb bu. Kelinglar, bizlar Zubarjon biz bilan. Ko'rib yotibdi. Davay bolalar. Davay. Buyog'iga. Video qilyapsizlarmi? Ha, ana Riko ham keldi. Hammaga salom do'stlar. Mana Riko. Do'stlar, bugun texnik nosozlik bo'lib qolganiga telefonim buzilib qoldi. Endi yana hisoblarga ikkalamiz o'ynab yana video chiqaramiz. Bu endi o'zimning kanalim. Ungacha qo'llab-quvvatlab tursanglar yaxshi bo'lardi. İşte Riko ham bir kuchaysin. Hozir like'lar dayaninglar. Iltimoslardan. Ha, yana bittasi. Ano Riko TDM degan anaqa kanalim bor. Shunga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki men bilan nikini bir xil qilib olgan ekan bitta obunachim. Shunga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan iltimos. Sizlar obuna bo'lsanglar bizga ham maroqli. Sizlarga osonmi? Sizlarga qiyin emas-ku, bizga esa maroqli. Davay bolalar, padashga qo'yinglar. Mana shu yozuvchi 1000 ta bo'lishimiz kerak. Shu bo'lsa 1000 ta bo'lib olaylik, shu yozuvchi. Xudo xolasa sentyabrdan video chiqishni to'xtamaydi, stream qilamiz jonli efirda. Shuning uchun like, obuna bilan qo'llab-quvvatlab turinglar. Davay bolalar, yana like'larni. 1000 ta bo'lsa betimizni ham ko'rsatib stream qilaveramiz. İşte bizga bu qiyin emas stream qilish. Sizlar like'lar bosinglar, davay bolalar. Sizlarga qiyin emas-ku bolalar. Sizlar o'zingizlar bizga bittadan like bosib qo'yinglar, hech bo'lmasa bittadan like bosinglar hamma videoga. Davay bolalar. Ertib olmaysizmi-ku? Temiriz. Jicha turib, hozir jicha yog'och kavlab olib, sandiq qilib olardim. Bitta qilinch bilan bitta kirka yetarkan. Davay bolalar. Hozir mana mer. Salom ber. Sizdan bu yerni sotib olmoqchi edik. Mana bu kirkaga. Salom. Rahmat bo'ldi. Sen yana menga bitta kirga ber. Bu yetmaydi axir.
Yo'q, menda o'zi endi keldim-ku. Ha, mayli, ertaga ham beraverasan. Bo'pti. Bo'pti, rahmat mer. Xo'p, bo'pti. Lekin kech qolmasin lekin. Ertaga ketaman-da. Bo'laveradi. Ana mer bilan ham gaplashib oldik. Endi mana bu yerga pechdan solib turib, ko'mir olish esdan chiqibdi yo'q. Davay endi bo'ldi. Yaxshi, mer unadi. O'tgan safar men kelganimda uramadi. To'g'ri, zikoguna bo'ldi. Noya solmaysizmi bug'doylar? Yo'q, bu kerak emas hozir. Biz hozir qo'y junini qilib olishimiz kerak-ku. Yo'q, bitta ham qo'y. Qo'yda ular. Bekarga qo'y demaydi-ku, to'g'rimi? Hali 2 dona ovqatimiz kelibdi. Ichini o'ynasa olaylik. Yaxshi bo'ladi. Davay padashkadan to'ymaylar. Tomoslarda. Sizlarga yana bir gapimiz bor. O'sha Rikotida ham zo'r PUBG'chilar uchun ko'rsanglar, PUBG'chilar bo'lsa, qiziqmaliklar o'ynayotganlar bo'lsa, o'sha Rikotida ham ko'ringlar. Chunki u bola ham yaxshi o'ynar ekan, u ham shu yozgacha bizga o'xshab 1000 ta bo'lishi kerak. Yo bo'lmasam 500 ta. Agar siz ham kommentariyada yozuvingiz chiroyli bo'lsa, sizni ham reklama qilib beramiz. Shuning uchun izohlarda yozib qo'ying. Kim 10 tadan ko'p like bo'lsa, o'shanga izohlarda anaqa qilib beramiz sizlarga. Reklama qilib beramiz. Ana bitta anaqaga ham yetadigan bo'ldi. Tayyor, qo'y. Bitta steak qilib olish kerak. Steak uchun qonimiz juda ham och qoldi. Bitta masalalardan qidiraylik. Narsalaringizni olib qo'yib bitta o'lib oling. Nega? Qoningiz och qolmoqda. Yo'q. Hozir bug'doy qilamanmi? Davay Riko, endi shu yozuvchi bir hech bo'lmasa 5000 ta bo'laylik. Obunachilar sizlardan iltimos. Davay obunachilar. Sizlar o'zingizlar yaxshilar-ku. Davay, padashkada bo'linglar. Bu yana ham jimaniya. Keyingi safar uy qurish bo'lishi mumkin. Keyingi safar nima qilishimizni albatta kommentariyalarda yozib qo'yinglar. Keyingi safar Riko bilan narsalar o'tkazamiz. Yozsanglar o'sha narsalarni qilib beramiz. Kim eng ko'p obuna bo'lib, kim eng ko'p obuna qo'shgan bo'lsa, o'sha odamga biz o'sha odam aytgan izohlarda yozgan narsalarini qilib ko'ramiz. Kommentariya yozing. Davay bolalar, ayamaylar. Mana masalan, qal'alar jangi yoki yana Vijivaniya ikkinchi qismi. Yo bo'lmasam, nomini nima qo'yamiz videoni? Riko. Vijivaniya qo'yamiz birinchi qism. Vijivaniya birinchi qism deb qo'yamiz ekan. Mayli, mana bu yerdan anaqalarni olib olay. Ana tayyor junam bor edi-ku. Jun, noto'g'ri eshitiladi. So'kinmayapti. Rostida gapirib qo'yapmiz. Ekib qo'ying. Obunachilar, davay, sizlar zo'rsizlar. Qochib qolish kerak, endi qorong'ishyapti. Mayli, mer. Assalomu alaykum. Merni xotini bu. Yaxshilab ko'radi. Merni o'ziga o'xshab kal xotini. Davay, mana bu yerga bitta anaqa shamlanmaga qo'yib qo'yaylik. Mana.
hozir bola men mana ularni solib darsliklarimni qilib qo'yay. Ovqat yeb oling. Tamam, tayyor. To'xtanglar, men darslarimni qilib olay. Kitob olay. Aha. Ona tili tayyor. Matn. Adabiyot. Bo'ldi. Qo'yamiz. Kasobati bu yerda boqyapsan, yo'qol bu yerda. Yo'qol bu yerda. Davay bolalar, endi qana temirlarimiz erigan bo'lsa, stol sovasammikan? Yo'q, temir kirka solib. To'g'ri. Ziko to'g'ri aytyapti. Temir kirkalarsiz, qilichlarsiz biz ado bo'ldik, zimso bo'lamiz. Zira. Endi-da qiziqishga gapirib qo'yapmiz-da. Hozir qarab turing, Ziko, hozir kerak bir baloni o'rniga ikkita temir kirka qilib olaman. Qarang, bu vijimaniyani kompyuterda bo'lmaydi bu vijimaniya. Ochib tur. Qoch. Ganno. Tut qo'yamiz shekiliga. Mayli, loyqazib ko'ramiz. Ya bo'lmadi, chunki men oldingi o'ynagan videolarimizni chiqarmadik. O'shalarda vijmaniyalarda bo'ladi. Sizlar uchun kattaga rahmat. Sog' bo'linglar. Sizlar bilan yana Riko bo'ldi. Davay boshla. Ziko bo'ldi. Riko ham hozir yonimda-ku. Riko hozir nima bo'lyapti-da? Bo'pti bolalar, hozir mana shu qo'yni o'ldirib olib. Bo'pti bolalar, sog' salomat bo'linglar.